Ko'rishingiz mumkin, yarim tayyor sokil mahsulot berayotgan xonadonimizda Ibrohim akamlar arzon qilishibdi. Menga eng yoqqan joyi mana shu qalin joyi bor, juda chiroyli bo'libdi. Karnizi deydimi? Juda chiroyli narsa bo'libdi. Ichi kafil bo'ladi. Fasad qilinadi, klinker kafil qilinadi. Shunda birlar qilib ketilar ekan. Shu xonadonimizga yarim tayyor sokil mahsuloti berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Fasollarini yonboshdan ko'rsataman. Betlari chang, hali artilmagan. E'tibor bermaysizlar, lekin fasonni ko'rsatib ketaman. Balandligi 55 sm bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Past sokilga ham mana bunday qilib qilinsa, juda chiroyli chiqadi. Hovlini umumiy planda bitta ko'rsatib ketaman. Orqa tarafimiz biroz baland bo'ldi. Oldi tarafga qaraganda ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafni birlar pol qismini ham bitirib ketishibdi, xudo xohlasa. Bu taraf 90 bo'ldi, adashmasam, balandligi ko'rishingiz mumkin. Fasad qismimiz uzoqdan ko'rinishi, hattoki padakonliklar va mana bunday tegalar ustiga, karnizlar ustiga ham ko'ksaroy qilingan. Hozir yaqinroqdan ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Kitajli hovlimizga ham juda chiroyli tushdi fasonimiz. Balandligi 55 sm. Mana bunday portchikalarga hattoki traplar ham qo'yib ketgan. Vaqti bemahal yuvilganda, suvlar tushganda, yomg'ir yog'ib sochinda o'zi ketaveradi, to'planib qolmaydi. Zinalarimiz ustki qismi ham ko'ksaroyda o'zdomgan. Ichkarida xudo xohlasa seqonchiq bo'lmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Karnizlarni ham qo'yib beraymi? Karnizimizning tepasiga ham ko'ksaroy bo'lgan, xudo xohlasa loy oqib tushmaydi. Padagonning tepasiga karnizlarga ham xudo xohlasa ko'ksaroy qilingan. Shu xonadonimizga ham tayyor sokil mahsuloti berganmiz. Ibrohim aka ustakamiz ushbu xonadonimizni bitirib berishdi. Ich sifatini ko'rsatib ketaman va choklariga ham e'tibor berasizlar. Choklari ko'rinyapti. Choklari albatta Benfix garantiyalardan foydalanadi. Ideal holatda turibdi. Ko'ksaroy biroz nam, shunga e'tibor bermaysizlar. Havocha biroz sovuq, qurishigacha bor. Mramor garant haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun va arzonlarni ko'rish uchun albatta profilimizga obuna bo'ling.